Bo'lib to'lash uchun bundan zo'r hovli aniq topa olmaysiz. O'zbekona mahallada mehnat postdan bor yo'g'i 3 kilometr kirganda Zog'ariq mahallasida joylashgan 1.8 sotix 6 ta xonadan iborat bino uyimizda pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga travertin ishlatilgan. Uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Bino uyimizga kirishimiz bilan shunaqa keng koridorni ko'rishingiz mumkin. O'ng tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizda hamma kerakli mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Oshxonamizning yonida bo'lsa, zalimizni ko'rishingiz mumkin. Uyimiz avtorskiy proyekt asosida ta'mirlangan. Devorlarimizga sifatli aboy va emulsiya ishlatilgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli laminat, koridor, oshxona va sanujollarimizga bo'lsa, kafel qilingan. Bino uyimizning isitish uchun iliq pol va sifatli radiatorlar ham tayyor o'rnatilgan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda bolalar uchun yotoqxona, uni yonida bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun zalimiz joylashgan. Uyimizni ko'rib turganingizdek yashash uchun tayyor holatda bitta katta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun sanujul, uni yonida bo'lsa, ota-onalar uchun yotoqxonamiz joylashgan. Bu xonamizning o'zini alohida sanujuli bor. Koridorimizning oxirida ham yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bo'lib to'lashga hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.